Assalomu alaykum. Alaykum. O'zingizni to'liq tanishtiring, manzil, adres va ism familiyangiz. Men Begimqul Ahmad Boytuba mahallasida turaman. Buncha Mirovey sotib oldim. Qancha sotib oldingiz? 2 million 400. 24 million 200 mingga. 200 olib tashiysiz. Yo'q, olmayman. Hali bunda savdolashmaysiz. Aytdim-ku. Bizga haq bo'ladi. Yo'q. Qarang, hozir qanchasini berasiz? 19 million. 19 million bersangiz 5 million 200 ming so'm qoladi. Oramizda. Shu oyda bir oyga sizga beryapman. 23-avgustga kelib olib ketasiz. Tushunarli? Qarang, bizlar garantiya beramiz, servis xizmat motorga. Motorga probeg 0. Probegi 0. Qarang, 0. Yog'larini 1000 kilometrgacha 3 marta almashtirasiz. Mana yerda 200 bo'lganda birinchi yog'ini almashtirasiz. 200 kilometrda. Birinchisi. Ikkinchisini 500 kilometrda. Keyin 1000 kilometrda. Keyin 3 marta almashtirgansizki har 1000 kilometrda. Qarang, toza yog' soling, toza benzin soling. Benzinlar sifatsizligi uchun mototsikllar porshonlari qisib qo'yapti, karburatorlarga tiqilib qo'yapti. Hozir juda rasvo benzin ko'payib ketgan. Yemishini to'g'ri foydalansangiz, umri uzoq bo'ladi mototsiklda. Buni vazifasi Vazifasini ham ko'rsataman. Qarang. Mana bu yerda yog' soladigan joyi, tegida to'kadigan. Bu tepkisi. Bu suv sirkulyatsiyasi vozdiqi mana bu yerda. Mana shu karburatorda orqasida bo'ladi. O'shalarda chang ko'chalar kirsangiz. Maslini yemasa? Yo'q. Hozirlab turasiz. Maslini emas. Maslini qo'yib qanday bo'ladi? Turkida? Bo'ladi. Maslini qo'ysangiz ham bo'ladi. Bo'ladi, moslasangiz bo'ladi. Bo'lmasa chang ko'chalar kirganda hafta 10 kunda yo bir hafta har kuni tozalab tursangiz yaxshi bo'ladi. Tashqi maslini qo'yish kerak. So'rab ko'rsak bo'ladi. Ha, albatta. Nima qilasiz? Mana kaskasini berdim. Zapaskasi bor. Agar mabodo siz namkirat balon kulishlari. Boy aka. 21 oydan keyin qolgan 5200 ni kechiktirsangiz, bir kun o'tib ketsa ham keyin oyiga 30 dollardan inflyatsiya qo'shamiz. Shuni ham aytib qo'ying. Ha, shu mototsikldan davolinmisiz? Qanotlandingizmi? Yaxshi kunlarga mining. Izlari, to'y tomoshalar, mashinalar bo'lsin. Bog' ishlariga, xonadoningizga, ro'zg'oringizga baraka keltirsin. Siz boyagidek agar bizga telefon qilsangiz ham tushuntirib beramiz yoki kelsangiz ustalarimiz xotirib berishi mumkin. Servis xizmat 3 oygacha, 1000 kilometrgacha tekin. Tekin degan joyida, masalan, bolt tushib qoldi, bo'shab ketdi, yurbilaylik qoldi. Mabodo qolgan uzillarni sindirib qo'ydingiz, noto'g'ri foydalanib qo'ydingiz, pulli bo'ladi. Uzillar. Masalan, akkumulyatorni o'tkazib qo'ydingiz, oynasini sindirib qo'ydingiz, bokovoyini yo tepkisini tushirib qo'ydingiz. Tushundingizmi? Agar masalan, servis bolt, shayba, gaykalaridan tekin sizga mabodo. Keyin buni borgandan keyin 1-2 kun mingandan keyin hamma joylarni tortib chiqingizlar qaytadan. Bir sirama tortish kerak. Toza yog', toza benzin soling, antifrizlari bor, antifriz yetarli bo'ladi. Qo'rchoqdek qilib bezab, yuvib, artib minsangiz umri uzoq bo'ladi. Avtolda qanaqa Lotusmi nima so'rayapsiz? Manual Lotus, masalan, o'zingizning mashinangizga damazga qanaqa solasiz? O'shandan solavering. Damazingizga. 1 litr ketadimi? Yo'q, bunga 1 litr 400 gram ketadi. 1 litr yozib qo'yibdi, 1 litr 400 gram. O'sha damazingizga soladigan yog'dan solavering. Faqat aytgan 1000 kilometrgacha apkatka. Birinchi apkatkasi 200 kilometr bir to'kasiz. Keyin 500 da bir to'kasiz, keyin 1000 da 3 to'kkaniki har 1000 da. Juda ham nihoyatda ham benzinga e'tiborli bo'ling. Hozir ko'p odamlar benzinga shikoyat qilyapti, karburatorlari tiqilib qolib kelyapti. Shirali 95 bo'ladi, 92-95 benzin bo'ladi bunga. Bo'pti, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlarga mining. Yana bitta oling iloji bo'lsa, ikkita qilib qo'ying. Almashib mintir. Bu yoq o'zimingiz pishyapti-ku, nima g'am bor endi bu yoq o'zim. Xo'p.